Bloody Night ikkinchi qism. Aslida iblisni o'zim o'sha kitobdan chiqarib yuborganman. Qanday qilib deysizmi? Hozir hammasini boshdan aytib beraman. Bu men Kim Yuri. Yoshim 18 da, yuqori maktab o'quvchisiman. Bular mening ota-onam. Bu ular bilan tushgan oxirgi videomiz. Hozir dadam Germaniyada, onam esa ko'proq tungi smenada ishlaydilar. Shu sababli uyda doim ukalarim bilan qolaman. Mana bu qizlar mening singillarim, Minji va Mina. Ular egizak, lekin bir-birlariga umuman o'xshashmaydi. Kiyinishlari va soch turmaklari ham farqli. Hech kim ularni egizak deb o'ylashmaydi. Mana bu mehribon bola esa mening keginam Jixon. Yangi kun boshlandi. O'sha kunga ko'rgan tushimdan bir hafta avval. Ukalarimni bog'chaga olib borishga erinchoqlik qilib o'tirdim. Mendan boshqa odam yo'qligi uchun baribir o'zim olib bordim. Shunday qilib ukalarimni bog'chaga tashlab kelgach, har doimgidek maktabga borishga tayyorlandim. Mana, avval ovqatlanib oldim. Chunki hali ovqatlanishga ulgurmagandim. Kiyimlarimni almashtirib maktabga yo'l oldim. Maktab sari olg'a. Nihoyat maktabga ham yetib keldim. Darslar allaqachon boshlanibdi. Ustozdan yaxshigina gap eshitdim. Oxirgi joyga borib o't joylashdim. Men ko'pincha yolg'iz yurishni, odamlar bilan do'stlashmaslikni ma'qul ko'raman. Aytganimdek mana, yolg'iz orqa partada bir o'zim o'tiribman. Jahldor o'qituvchimiz chiqib ketib, o'rniga yosh va kelishgan tarix o'qituvchisi kirdi. Mana men aytgan o'sha kelishgan o'qituvchi rostdan ham juda yoqimtoy o'g'limi? Bu o'qituvchi bizga qishlog'imizda tarixiy kutubxona borligi haqida aytib berdi. Bizni qishloqda shunday tarixiy joy bo'ladi-yu, men bormas ekanmanmi? Albatta borib ko'raman. Dars tugashi bilan o'sha kutubxonaga yo'l oldim va nihoyat yetib keldim. Ustoz aytganidek qadimiy va ulkan kutubxona ekan. Javonlar kitoblari bilan to'la. Qiziq, nega odamlar bu yerdan foydalanishmaydi? Bu yerda nima bo'lgan o'zi? Hammaylar javonlarni aylanib kitoblarni tomosha qila boshladim. Aylanib yurib bir chetdagi stol ustidagi kitobga ko'zim tushdi. Xuddi ertaklardagi kitobga o'xshar ekan. Qadimiy bo'lgani uchun qiziqib o'qimoqchi bo'ldim. Qiziq, kitobdan nur tarala boshladi. Mana o'sha kitob. Hayratdan qotib qoldim. Ichimda esa bir savol. Nahotki sehrli kitob topib olgan bo'lsam? Kitobning birinchi sahifasida sehrli duoga o'xshash so'zlarga ko'zim tushdi. Libris Arcanum, aperi portas invisibilis, et malum exit quod latuit. Sirli kitobdan ko'rinmas eshiklarni och va yashiringan yovuzlikni uyg'ot. Oxirgi so'zni o'qib kulib yubordim. Yo'q xudo, hazilmi bu? Qanaqa yovuzlik? Nima men bu so'zlarni o'qiganim uchun iblislar paydo bo'ladimi? Bekor gap, ishonmayman. Shunday deb kitobni joyiga qaytarayotganimda qo'limdan uchib ketib havoda aylana boshladi. Qandaydir kuchli qora quyun paydo bo'ldi va uning ichidan kimdir chiqib keldi. Juda g'alati, haqiqiy iblisga o'xshardi. Salom qizaloq. Meni sen chorladingmi? Ikkinchi qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.